Assalomu alaykum hammaga. 13-misol, 13-betni ko'rgandik. Mana bugun 14-betni birgalikda ko'ramiz. Xo'sh, bugun darsimizga Ayxon tashrif buyurishgan. Birgalikda kelamiz, chiroyli bir yechim qilamiz. To'g'rimi Ayxon? Albatta. Albatta, qattiq gapiraverasiz. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, demak, nechinchi bet dedim? 14-bet. O'tgan darsimizda 13-betni misollarini birgalikda yechib chiqdik. Bugun 14-bet. Darslarimiz davomida bu 13-dars hisoblanadi. Ya'ni 2-betdan boshlaganmiz. Mana bu uchburchakni nomini nima deb ataydi? Savol. To'rtburchak. To'rtburchakli uchburchak. Qattiq gapiramiz. Yoqaroki. To'rtburchakli uchburchak Ayxon. To'g'ri. Demak, hech qanday gradus bermagan, lekin mana bu burchakni biz topishimiz kerak. Qanday topamiz? Tengyorligidan. Tengyorligidan. Asoslardagi burchaklari teng bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Bitta A deb olsam bo'ladi, demak. Albatta. Keyin to'rtburchakli uchburchakda biz ko'p gaplashganmiz. To'rtburchakli uchburchakda ikkita o'tkir burchakning yig'indisini necha gradus derdik? 90 gradus. 90 gradus, to'ppa-to'g'ri. Demak, A ga A ni qo'shamiz. 2A teng 90 gradus. 90 gradusga teng. A ni topamiz. Bu yerda necha chiqadi? 45 gradus. Yaxshi, bitta misolimiz, demak, yechimini ko'rdik. Endi ikkinchi misolimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani? Bu uchburchak nomi nima, Ayxon? Bu tengyorli uchburchak. Tengyorli uchburchak, to'ppa-to'g'ri. Bu yerda asos qayeri? Asos Shu asos. Demak, tengyorli uchburchakda asosdagi burchaklar nima bo'ladi? Teng bo'ladi. Teng bo'ladi. Demak, bu D ga teng bo'lsa, mana ham nima bo'ladi? D bo'ladi. D bo'ladi. Endi tengdan tuzamiz. D qo'shilgan D qo'shilgan necha? 110. 110 teng nechiga? 180 ga. 180 ga. 180 gradusga teng. Ana 2 da teng 110 baqa ayirish bo'lib o'tsa 70, ha? Mana 2 ni bo'lish qilib o'tkazamiz. D teng 35 chiqadi. Yaxshi Ayxon. Demak, sizlar zerikib qolmasliklaring uchun biz to'g'ridan-to'g'ri ikki kishi bo'lib darslarni sharhlashga harakat qilyapmiz. O'tdi, bo'ldi. To'g'ridan-to'g'ri jonli efirda ikki kishi sharhlagani kabi har xil. Hop, sizga keldik. Bu uchburchak nomi nima? Hop, tengyorli uchburchak. Tengyorli uchburchak. Mana bu burchak nechiga teng ekan? A gradusga. A gradusga teng. Mana ham nima bo'ladi? A gradus bo'ladi. A gradus bo'ladi. Endi tenglik hosil qilishimiz mumkin. Xo'sh. Qattiq. Xo'p, teng nima tuzib olamiz endi? A qo'shilgan 120 teng 180 gradusga. Bu yerda 2A teng bo'ladi 60 gradus, A teng bo'ladi 30 gradusga. Burchimiz 30 ekan. Endi keyingi misolga keldik. Mana bu misolni birgalikda ko'ramiz. Uchburchak nomi nima? Hop, teng tomonli uchburchak. Yana bitta nomi bor. Muntazam uchburchak deydi. Qo'y. Demak, bitta burchagi E burchak bo'lsa, mana bu burchak nima bo'ladi? E bo'ladi. Keyin E bo'ladi. 3 ta E'ni bir-biriga qo'shsa 3E bo'ladi. Buni tenglab olaman 180 ga. 180 ga. Yaxshi. Bu yerdan E'ni topamiz, demak 60 gradus. 60 gradusni tashkil qiladi. Yaxshi. Keyingi misolimizga keldik. Bu uchburchak nomi nima? Bu tengyorli uchburchak. Tengyorli uchburchak. Sababi mana bu chiziqda uzunligiga, mana bu chiziqda uzunligi teng. Shuning uchun bu tengyorli uchburchak deyiladi. Mana yerga e'tibor bersangiz, mana ikkita chiziq chizib qo'yganda mana bu tengyorli uchburchak degan. Shu fursatdan foydalanib bu ham tengyorli uchburchak bo'ladi. Darslarimizda bir-biriga bog'liq. Endi o'tgan darsda ko'rmagan o'quvchilar bo'lsa, tengyorli uchburchak bo'ladi. Asos qayerda bo'ladi degan savolga hozir biz asosni mana bu yer deb javob bersak bo'ladi. Asosga yopishgan burchaklar bir-biriga teng bo'ladi. Mana bu F bo'lsa, bu ham F bo'ladi. Tenglik tuzib olamiz. Ya'ni F ga F ni qo'shamiz. 2F to'g'ridan-to'g'ri yozib ketyapman. Qo'shilgan 36 teng 180 ga. Shu yerdan 2F teng
6 Xo'p, 100 180 dan 36 ni ayiramiz. 144. 144 ga teng. Demak, uni nechiga bo'lib qo'yamiz? 2 ga 72 gradus. Mana F qiymati chiqdi. Bu uchburchak nomi nima? Bu to'g'ri burchakli uchburchak. Mana bu burchakligi B, mana bu burchakligi 55. Ikkalasini qo'shsa nima bo'lishi kerak? 90 gradus bo'lishi kerak. Yaxshi, teng 90. B ni topish uchun 90 dan 55 ta ayiramiz. 45 gradus. 35 gradus. 35 gradusni tashkil qiladi. Yaxshi. Mustahkamlash uchun endi savol berilyapti bu yerda. O'tmas burchak, uchburchaklar yonisi necha gradusga teng bo'ladi deyapti. Ayfon nima deb o'ylaysiz? 180 gradus. Aqllilarni bir narsaga aqli yetmaydi. Nimaga deysizmi? Hammada aql borligiga. To'g'ri. Sharh masalasi bo'yicha endi ozgina tushuntirish berib ketamiz. Rostdan aqlli odam tinmay aqllilik qilaveradi. Hech bir narsaga aqli yetmaydi. Rostdan ham shu aqllilik qilib o'rganib turgan odamida ham aql borligiga. Shuning uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.